Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Urganch shahar merkezinde, Kalk merkezinde, Dehqon bozorining yanında, Köne tunelining yanında 5 qavatli kiruvchidan qurilgan domimizning 4-qavatında 3 xona arzon narxda srochniy sotmoqchi bo'ldi yurtdoshlar. Seçen qismi bilan tanishib chiqamiz. 3 xonadan tashqari ishning dalonning mestosi ham bor. Bu yoqda 2 metr 6 metrlik veranda. Bu yonimiz zal, bu yonimiz katta spalni, bu yon tarafimiz spalni. Asli ko'p turgan yurtdoshlar. Oyoq teglarimiz pol. Hem yeri birini tapsan kılıp oturalım mesela kol koyup dolayıp taşla. Bir yan tarafımızda sanuzelleri, hazatxanası, vannaxanası, aristola koyulgan su gaz svetlerden muamma yok. Mektep bakçalardan ham, maşrutlardan ham muamma yok yurtdoshlar. Yolun üstünde. Birimiz spalni. Otoplaniyasına ega. Birimiz zal. Yan tarafımız balkon. Domimiz ışıktan kurulgan Dehqon bozorining manglayında bir yan tarafımızda Enşin Nikoladovga ko'ptala mestosi bor ekan. Yurtdoshlar bahosini keladigan bo'lsak 430 milyon so'm. Ekranda ko'rsatilgan nomerlarga chiqaverasizlar. Sog' bo'linglar, ishlaringizga omad.